Qulupnayli mochi yeb ko'rganmisizlar? Mana shu ikkita donasini men 2000 wonga oldim. O'zbek so'mida shuncha. Mana ichida kichkinagina burnim bilan teng. Qulupnayni hidi dahshat kelyapti. Uy, buni yumshoqligini qaranglar. İçini ochib ko'ramiz. Shu. Qulupnoyni vareniyasi bor ekan ichida mana. Rosa yumshoq ekan. Yeb ko'ramiz. Bismillah. Mochi yaxshi ko'ruvchilar bormi? Zo'r ekan qulupnoyligi. Yumshoq. Yosh bolalarni ko'tiga o'xshab yumshoq. Bazali ekan. Mana shuni qanday pishirishni ko'rsatmadingiz o'zbek kelin. U ovqatni men 100 marta videoga olib ko'rsatganman-da, shuning uchun ko'rsatmadim. Kimchini qovurasiz, undan keyin guruchni solasiz, qovurasiz. Undan keyin ustiga mozzarella sirini sepasda mikrovolnovkaga ozgina qo'yib qo'ysangiz, eriguncha bo'ldi tayyor.